Xullas, antikvariantlarni ko'rsatishda davom etyapti o'rtoqlar. Bunaqa kim mesida bilmadim, bunaqa kolonkalar bo'lardi. Keyin bunaqa plastinkalar bo'lardi. Plastinkalarni eshitib ko'rib anaqa qilardik. Keyin anaqa maskalar bo'ladi. Antik kitoblarni qaranglar. Kiyim kechiklar deysizlarmi? Kitoblar, bunaqa svetильникlar, telefonlar, bunaqa soatlar bo'lardi. Bunaqa telefon, video kassetalar. Hozir video kassetalar yo'q ketgan, xart bo'lib ketgan hozir. Hamma joyda xart hozir. Qaranglar. Bunaqa shoxlar osib qo'yishardi. Shoxlar bo'lardi, esinglarda bo'lsa. Bunaqa radiolar bo'lar ekan, qaranglar, bunaqa radiolar. Dazmollar, yetmaysizlarmi dazmollar? Eng qizig'i mana shu operatorskiy bo'ladi. Kamera. Bunaqa eski kameralar. Bular buralarda aylantirib, keyin syomka qilardi. Kinolarga aniq qilishardi. Bunaqa fotoapparatlar. Plyonочный fotoapparatlar. Plyonочный fotoapparatlar. Zenitlar ham bor ekan. Qancha narsalar. Bunaqa radiolar bo'ladi. Bunaqa polaroidlar bor ekan mana. Polaroidlar. Oy mana. Mana zo'r joyda yuribmiz aylanib. Oho, kiyimlar kinematografiyaga kelib bitta kino oladiganlar ham kiyim olib ketsa kerak menimcha bu yerda. Kiyimlarni qarang. Mana bunaqa DVDlar bo'lardi. Telefonlar mana. Telefonlar, bunaqa radiolar bo'lardi mana. Radiolar, magnitofon. Bunaqa video DVDlar bo'ladi, disklar bo'ladi, kassetali bo'ladi. Sholchalar, stenkani ko'rsataymi? Mana stenkalar. Mana bunaqa stenkalar bo'lardi, olam. Ko'pchilik esiga tushgan bo'lsa kerak. Bunaqa stulchiklar bo'lardi. Mana radiodan ko'rsataman. Radio. Mana telefon. Bunaqa pechatnilar bo'lardi, mana pechatni. Pechatnilar chiq qilib. Soatlarni qarang. Soatlar. Allah kosalar, qaranglar kosalarni. Xullas, mana shunaqa tarixiy narsalarni olib, eski soladigan narsalarni olyapmiz. Rosa qiziq bo'lyapti. Qiziqarli narsa. Mana marka yig'adiganlar bo'lsa, markalar. Mana shunaqa markalar yig'ilardi oldin mana. Bunaqa pichoq naborlar bo'lardi mana. Pichoq naborlar. Mana. Xullas, bugun zo'r joy keldik, antikvariantlarga. Mana qarang. Tog'rasimi olasizmi? Donalar olsam Tanlab olaveradi. Antikvariant mana. Bunaqa narsalarni qaranglar. Ancha ko'p o'zingiz yaxshi deydi. Qaranglar. Pullar qitirib ketishgan. Mana bunaqalar bo'lardi. Hovlilarda mana bunaqalar yozib qo'yishardi. Tapchalarning ustiga mana shunaqa sholchalar yozib qo'yishardi o'sha vaqtda. Yangi pachkalari bo'lar, bular $100 dan pachkasi. Anta tog'ora pul sotilyapti. Mana bu qiziqadigan akalar. Qiziqadigan akalar ekan. Xo'p, mana bu yerda ham
O'rtadan to'sib qo'yishdi mana. Sizlarda mana qaranglar. Qanaqa. Pastgada u Qanaqa chiroyli mana. Jilmagani bor bu. Ko'rsating mana voqeamni. Rasmlar. Kiyimlar mana. Qaranglar mana. Bunaqa oldin bunaqa ventilyatorlar bo'lardi. Esinglarda bo'lsa, ventilyatorlarda ishlatilardi. Yangiobodga kelib aylanyapman. Tarixiy joylarga kirib Shahzodaga mana shunaqa qilib bo'lardi. Bu menimcha anu po'shchilarniki shunaqa edi. Ana shu bo'lsa. Ergashgaring. Ha. Xullas, mana shunaqa. Bunaqa ventilyatorlar bo'lardi oldin. Voy, qaranglar qanaqa joylarga keldik. Mana nimada? Bu endi ko'pchilik bilmasligi mumkin, endi katta yoshliklar ular bu pullarni ko'rishgan. Kvartira bilan mashina oladi. Ana. Shunaqa gaplar. Zo'r narsa topdik mana. Oldin mana shunaqa o'yinchoqlar bo'lardi. Tank o'yinchoqlar mana. Yoshlikda o'ynaydik. Ama boltani ko'rsatdim, boltani. Mana zo'rta bolta ko'rdim, qarang, boltani qaranglar. Nimani ko'rmadingiz? Bolta. Xas-pas qiladiganmi, deyman. Anaqa pushkalar bor ekan. Mana bunaqa kameralar, fotoapparatlar bor ekan, qaranglar. Ana fotoapparat. Ha, boltani qarang. Hozir. Ana. Ana mehmon kelib qolsa, nozik mehmonlar o'shalarga mana shuni berarlar ekan. Nabor. Nabor qaranglar. Voy, men tankalarni qarang. Ana. Hamma shaqa ko'rdi. Mana shu tankani olganlar, mana biz nacho anaqasi bor ekan. Tankani haydaydiganlar uchun maxsus. Ana. Ana qora. Tankalar bo'lar. World of Tanks o'ynaydiganlar uchun mana. Maxsus. Menda ham bo'lardi, tepasida pushkasi bo'lardi. DD Production namoyish etadi. DD Production nima gap? Anaqalarni qarang. Zo'r. Dengizdan yuraylik ko'chadagi. Xullas, Yangiobod bozorida yuribmiz. Eski narsalarni, yoshlikdagi narsalarni esga soladigan shu qo'shnilar baraka topsin, aka bir yoshligingizni eslatamiz deb olib kelishdi. Yoshlik yuribmiz. Har xil narsalar qo'yib qo'yishgan. Bozormisan bozor. Bunaqa televizorlar. Esinglarda bo'lsa, bunaqa televizorlar. Mana. Televizorlar qaranglar. Shuncha qarang, gramofon. Televizorlar. Xullas, gramofon ishlaydi. Oldin plastinka bo'lardi, plastinkalar qo'yilib. Mana. Stenkalar, mana eski stenkalar. Kim esiga tushayotgan bo'lsa, eski stenkalar. Mana. Eski stenkalar, mana protivogaz. Anaqalar bo'ladi bola. Soatlar. Kasetalar mana. Kasetalar qaranglar mana. Kasetalar. Televizorlar. Yunish bo'lardi. Kichkina televizorlar. O'sha vaqtda anaqalarda bular. Bunaqa qo'shuvlar bo'lardi, taxtali. Bunaqa taxtali qo'shuvlar bo'lardi. Stenkalar. Zo'r. Moshdan qaranglar. Shkaflar. Kasetalar.
eski anaqalar. Choyni o'tiring, ha? Choy salom. Bu yoqda bir narsa. Eski tarixiy buyumlarni shu yerdan olsanglar bo'ladi. Voy, mana zo'r narsa topdik, mana qaranglar. Mana sigaret, eski sigaretlar. Mana eski sigaret. Undan ham zo'ri choyi ko'rsating, choyi. Mana zеленый чай. Choy chorniy bo'lishi kerak bu. Ha, Silovskiy choy ekan. Mana bunaqa choylar bo'ladi mana. Birinchi ana. Mana shunaqa choylar, keyin mana bunaqa garmoshkalar bo'lardi mana. Mana bunaqa ventilyatorlar. Eng qizig'i mana ishini qaranglar. Ishini mana. Oy. Ana. Manda g'ozmaslik aytaman, o'rtoqlar, manda mana bunaqa moskvich bo'lardi. Mana bunaqa moskvich bo'lardi. Rangi adashmasam xuddi shunaqa rang bo'lardi. Chiroqlari yonardi. Bu elektron emas, oyoqda boshqarilardi. Bundan yurg'isi yurardi. Moskvich nomerlari ham bo'lardi, orqa chiroqlari yo'q ekan. Bunda o'shanda aniq qilardik. Bitta mana xumlar ko'rayotgan bo'lsanglar, mana xumlar, sandiq, mana sandiqlar, sandiq, chimazonlar. Mana bunaqa mashinalar bo'lardi, uchadiganlar mana. Oldin bular xabaringiz yo'q, bular oldin anaqa oyoqda bo'lardi, ruchnoy. Oyoqda qilinardi, yurilardi. Mana счетlar bo'lardi. Tarozchi, taroz. Mana tarozi qalay. Arabalar. Eshiklar. Eshik. Shunaqa joylar. Endi bugun yomg'ir yog'ayotganiga salom bo'lajonlar deydi. Televizorlar mana. Televizorlar. Qarasa 320 mana. Vaysanlar. Radiolar. Mana qaranglar. Tramvay bu. Mana tramvay. Mana raqami ham bor ekan. 88, endi ko'pchilik ko'rmasa kerak, o'chirsam 88-tramvay. Mana tepadan ham ko'rsataman. Mana tramvay qaranglar. Shunaqa o'yinchoqlar bo'lgan hozir. Burgutlarni mana. Voy. Shkoblarni qaranglar. Qaranglar. Ha? Ha, ayiq. Ancha ham turdi, ayiq qo'yib qo'yishdi, ayiq. Kiyimlar va endi kiyimlar mana. Ko'p kinolarga, kliplarga shu yerda olishadi. Xullas,
Bugun Yangiobod kunimni bugun Yangiobodda o'tkazyapman. Yangiobodda hamma eski narsalarni eslab yodga solamiz. Qo'shnilar bilan birgalikda ko'rib, qarab qiziq narsalarni videoga tasvirga olamiz. Xullas mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. O'rtada qaytib kirdik. Video kamera. Sağ ol. Anu mashinani qarang. Elektrokari. Yuvanab bo'lsa kerak bor-ku. Men faqat meni yoshligimda bunaqasi emas, naryoqda turgani Moskvich bo'lardi. Hatta filmini verasmi? Ama son sürüler bunu